ukam shetmi o'sha anasini bay. Assalomu alaykum. Hormanglar bor. Assalomu alaykum, keling aka. Alaykum assalom, hormang ukam. Rahmat, tartamayapsizmi aka? Nima xizmat? Ukam menga maqtashgan uchun keldim. Aha. Yaxshiroq routerlarimiz ham bormi? Bor aka, qanaqa router kerak sizga? Qatga ishlatasiz aka? Menda muammo internet tezligi ham past, masofasi ham yaqin. Bu uydan bu uyga chiqsam ishlamay qoldi. Aka, sizga qanaqa variantni ko'rsatay? Byudjetli varianti ham bor, qimmat varianti ham bor. Qaysi birini xohlaysiz aka? Uka arzon ishlatadigan o'xshaymanmi? Ko'rsating yaxshilardan. Bo'lmasa aka, maydalashib o'tirmadim. Eng boshlisini ko'rsataman. Bu Xiaomi'da B7000 formatdagi Wi-Fi router. Buni sizga xususiyatlarini tushuntirib beradigan bo'lsam aka, haqiqatan sotib olishim kerak deb borasiz. Uka, men bunday narsalar tushunmayman. Meni joyim 150 kvadrat. Internet ham o'ta past. 60-70 ishlamaydi ish qilib bu. Aka, kakras sizga qisqacha qilib tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda bu Wi-Fi router aka ikkita diapazon bilan qoplangan bo'ladi. Bu degani 204 Hz bilan 5 Hz ishlaydi. Addushi siz internetingizni 200 dan tepada ishlatib beradi. Faqat tarifingizga ham bog'liq aka. 100-150 kvadrat metr bo'ladigan bo'lsa, buni o'zini razraботchiklari 240 kvadrat metrdan 260 kvadrat metrgacha ishlaydi deb berishadi. Menimcha aka, siz kutgan moshniy Wi-Fi router mana shu bo'lsa kerak. Undan tashqari, o'zingiz telefoningizga priложение orqali ulab olib, trafik qancha ketyapti, rasxodlarigacha bemalol yozib olsangiz bo'laveradi aka. Bo'ldi, shuni o'rab berishsin shu yoq. Akajon, yaxshi kunlarga ishlating. Agar mobodo sizni ham uyingizda Wi-Fi routeri juda sekin ishlayotgan bo'lsa, bemalol Anas Mobile'ga aloqa chiqarasizlar. Bizdagi xarid qilgan routerlar orqali internetdan maksimal darajada foydalansalar ham bo'laveradi. Barchalaringizni do'konlarimizda kutib qolamiz.